Assalomu alaykum. Akalar salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Osiyo Ulloh kanalini qadrli obunachilari, bugun biz Jizzax Gagarindamiz, ya'ni 7 xazinani biri desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Tuya biznesiga qiziqqanlarga tuyalarni obzor qilishga, ana shu uloqlarda chopiladigan tuyalarni obzor qilishga keldik. Asosan bu tuyalar sutga, junga va go'shtga boqilar ekan. Xullas, tuyadan aql chiqmas ekan, hamma narsasi pul ekan tuyani. Bunday xaltalarni boylab qo'yishibdi. Ya'ni menimcha shu emmaslik maqsadida bo'lsa kerak bolalarini. Birozdan so'ng biz ularni sog'ish jarayonini ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana akalar, tuyalarni qaranglar. Ana zo'r biznes degandim, mana shu O'zbekistonda yana bir zo'r biznesdan bittasi tuyachilik biznesi. Ya'ni tuyani hamma narsasi pul ekan akalar. Juni, suti, mana mashallah akalar. Tuyani bo'lataloqlarini qaranglar. Biz hozir Jizzax Gagarindamiz. Jizzax Gagarin xalos tuyachi akamiznikida. Xohlasa tuyalaridan bir obzor qilyapmiz mana. Mashallah. Akalar tuyalari ko'pligini qaraylik. Tuyalarni qaranglar. Bular hozir sog'iladigan jarayondan ham ko'rsatib beramiz sizlarga. Qaysi jarayon sizlarga yoqsa, bitta like bosib tarqatib qo'yamiz. Mana akalar, tuyalar. Bu da eng ko'p tuyalar shu uloqlarda ko'rardik. Lekin tuya yetishtirib, tuyani sutini qanaqa tayyorlashi, qumronni qanaqa tayyorlashini hech ko'rmagandik, lekin mana bugun ko'rib, ya'ni ko'rsatamiz. Uni sog'lish jarayonini sizlarga ko'rsatib beramiz. Men o'zim to'g'risi tuyalarning orasida qo'rqib yurardim, lekin mana akamiz polni tuyani ichida yuribdilar qaranglar. Aytishyaptilar. Sog'adiganga. Bo'taloqlarni qaranglar, bo'taloq. Mana bo'taloqlarni qaranglar akalar, mana mashallah. Ona bular endi necha litr sut beradi? 2 litr, 2,5 litr. 2 litr, 2,5 litr beradi-ya bittasi. Buni hozirda sutini litri necha pul? 30 ming ya 1 litri. Mashallah. Ana akalar, 1 litr 30 ming. Bu sog'ayotgan tepmaydimi? Onamizni qaranglar, o'rtada yuribdilar. Men lekin o'zim qo'rqaman to'g'risi. Ana emishlar. Akalar. Voy, bu dizini qaranglar, men oldimda qiladi.
nima deyapti? Vah. Hozir u tuyadan bu tuyaga o'tib ketdilar уже. Hey. Sağ olgan. Bolasini qilganyapsiz, ha? Hadi. Hadi. Bolasini qilganyapti. Asosan jun uchun ham boqiladi deyishadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Avos aka, charchamadingizmi? Qanday? Ishlar yaxshimi? Xudo xolasa. Avos aka, bu hozir mana Gagaringa keldik. Asosan biz uloq sohasida yuramiz. Shu tuyani necha yildan beri tuya boqasiz? 20 yil bo'lyapti-da. 20 yildan beri. Ha. Asosan shu tirikchilik shu tuya bilan. Shu tuya bilan, ha. Endi tuya ham 7 xazinani bittasi deganday gap ekan. Endi boya men o'zim eshitishim bo'yicha hamma narsa sotilar ekanda buni, hammasi pul ekan. Ya'ni mana shu 1 kilo juni примерно qancha mana shu tuyani? 30 ming. 30 ming, ha? 1 kilo juni 30 ming so'm turadi. Bu ham shifobaxsh. Pochka shamollaganda, marikozda mana shuni bo'ylab tuzatadi. Shuning uchun juni ham juda kerakli jun. Buni mana shu tuya boqishda gashti nimada endi siz? Shu 20 yildan beri tuya boqar ekansiz. Eng asosiysi odamlarga shifo bo'lyapti suti. Suti. Sutini ichadi, peshobini ichadi. Shu bir 20 yildan beri qatnayotgan odamlar bor-da. Aha. U odamlar birontasi meni sog'inib kelgani yo'q. Shu kasallikka davo bo'lgani uchun qayta kelib sut ichib o'zini sog'lig'ini tiklab ketyapti. Bu endi boya bir savol endi anaqa bo'lib qoldi o'zimda. Tuyani peshobi dedingiz, ko'pchilikka endi bir boshqacha eshitilishi mumkin-da, peshobini bilan sutni aralashtirib ichadi dedi. U qanaqa kasalliklarga davo endi? Uni sutga aralashtirmaydi, отдельно ichishi kerak. Bizda shu отдельно birinchi peshobini ichadi, keyin sutini ichadi. Seroz pechin, jigar ketganlarga juda ham foydali shu. Shuning uchun odamlar ichadi. O, yangam olyapti baklashga. Shuning uchun buni suti, ya'ni qumron deydi-ku. Qumron u sutni achitgani, u boshqa narsa. Bu sahrga juda foydali. Buni hozir sog'ayotgan jarayondan sveji ichsa ham bo'ladimi uni? Ana shu hozir olib borgandan sirazi odamlar qarab o'tiribdi shu yerda. O'sha borib ichadi, kutib o'tiribdi hozir qachon kelishini. Bitta tuya maksimalni necha litr sut beradi? Endi 5 litrgacha beradi-da. 5 litrgacha. Hozirgi vaqtda. Endi sut sekin ko'payadi endi. Hozir endi tug'gan böyle bo'taloqlarda, bo'taloqlarni oldingmi? Oldim. Mana shular
Mana shu 1-apreldan boshlab tug'ilgan bo'taloqlar. Oxiri shu martni 28 mi 29-ida birinchi tug'ilgani. Qolgani hammasi aprel, mayda tug'ilayotgan bo'taloqlar. Kamida bir 15-20 kun bo'taloq emadi. Undan keyin sog'ishni boshlaymiz. Bo'taloq sog'lom bo'lib, bunday baquvvat bo'lgandan keyin kerakli sutini olamiz. Qolgani bo'taloqga qoladi. Endi aslonoy sut hozir 1 litr suti necha puldan olib ketyapsiz? 30 ming. Suti ham 30 ming. Ha. Qumronchi? Qumron ham 30 ming. Ikkalasi bir narsa. Peshobichi? Peshobi tekin. Peshobi tekin. Tekin. Demak, juni, peshobi va suti go'shti uchun boqilar ekanda. Tuyani go'shti qanaqa endi biz endi? Eng foydali, eng zo'r go'sht tuyani go'shti. Go'shti. Tuyani go'shti hozirgi vaqtda bozorlarda endi necha pul? Mol go'shti bilan bir xil. Bir xil-a? Bir xil. Aslida yeydigan narsasi shu yantoq. Yantoq. Endi havosiga mana shu ko'pkarilarda biz endi ko'pkarida ko'p yuramiz. Ko'pkarilarda sizdan ko'p tuyalar boradi, eshitganmiz. Ya'ni uloqlarga, ko'pkarilarga tuyalarni olish, sotish jarayoni qanaqa endi bo'taloqlarni? Qaysi vaqtda bo'taloqlarni sotish boshlaysiz? Bizlar mana tuya tug'iladi. Tug'ilgandan keyin 1,5 yil tuyani sog'amiz. 1,5 yil? Ha, bu bo'taloq bo'lmasa agar tuya sut bermaydi. 1,5 yil to'lgandan keyin sentyabr, oktyabr oylarida bo'taloq ko'paytib sotib yuboramiz. Erkak bo'talog'ini. Erkak bo'talog'ini sotasiz. Urg'ochishini o'zimiz ko'paytiryapmiz. Hammasi sog'adigan tuyani bolalari o'zimiz ko'paytiramiz. Shu uchun urg'ochishini sotmaymiz. Shu yerda hammasi urg'ochi. Ana shu nuqtali bitta erkak. O'sha-ya? Hammasi urg'ochi. Hammasi sog'adigan tuylar. Xolos aka, mana shu siz 20 yil ichida tuya boqib yurgan vaqtingiz ichida sizni eng boqqan tuyalaringizdan rekord darajada go'sht qilgan tuyangiz necha kilo go'sht qilgan? 700 dan oshganda. 700 dan oshgan, erkagi-ya? Urg'ochisi. Urg'ochisi. Tuyani Buxorodan olib kelgan edim. Ichida bir yaxshi bir nimasi bor edi. Shuni shuncha poylab o'tirdim, hech tug'madi. Har yili qisir qolaverdi. Axir 4 yilmi 5 yildan keyin so'yib yubordim-da. 700 kilodan oshiq qilar ekan demak. Eng ko'p sut beradigani shu 5 litrgacha dedingiz-a? Ha. Endi uni dorisi bor, dori bersa, yem bersa, beda bersa agar 7-8 litr, 10 litrgacha beradigan tuyalar bor. Shaharda, Toshkentda men bir borganimda bir tuyalarga ko'zim tushdi. 10 litr sut beryapti. Hammasi ichida ximikati ham bor-da. Sutni ko'paytiradigan dorilar ham bor. Uni qo'shsa agar u insonga foydasi kamroq bo'ladi. Asosan mana shu cho'lda yurgani yaxshiroq deysiz-da. Sho'ra-po'rani yeb. Tuya o'zi aylanib kerakli hashagini yeyishi kerak. Bunga обязательно 2-3 ta odam ovora deng. Endi mol borki, molni o'limigacha desang mol qil deydi. Mana shu ko'p eshitganmiz, tuyalar tuqqan vaqtida ko'pi bolasi o'lib qoladi. Ya'ni o'zi ham chaynaydi degan gaplar eshitganmiz. Yo'q, chaynaydi bu degan gap hammasi yolg'on. Eng yosh hayvon bu tuyada, chorvani ichida. Ham bolasini ehtiyot qiladi, boshqa qiladi. Gap cho'ponda. Agarki shu cho'pon yaxshi qaramasa,
e'tibor bermasa bo'taloq o'lishi mumkin. Agar u qarasa vaqtida nima qilsa hech qanday nima yo'q. Hozirda nechta tuya boqyapsiz hozirgi vaqtda? Hozir 96 ta, yana bir 18 ta yana tug'adigan tuya bor-da. Yana tug'adigan tuyalar bor. Endi mabodolikka, mana shu tuyachilikka qiziqayotganlar bo'lsa, yokida mana shu sut biznesi bilan, tuya suti bilan ish qilaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'rashsa, sotiladigan tuya sizda bo'ladimi? Bo'ladi. Sotiladigan tuyalarda sizda narxi boshlanish narxi qancha bo'ladi? Yo kelib ko'rishadi-da? Ha, ko'radi, sog'ib ko'radi. Ya'ni ko'radi. Shunga qarab savdo qilib 35 milliondan kam bo'lmaydi. 35 milliondan kam bo'lmaydi. Ya'ni tuya, yana bola tuya. Bolasi erkak urg'ochi farqi yo'q-a uni? Farqi yo'q endi shu. Qaysi to'g'ri keladi, shuni sotamiz. O'zi tuyalarning ichida Xalos aka, bu bo'taloqlardan erkagi qimmat ketadimi yo urg'ochisi qimmat yuradimi? Urg'ochisi qimmat yuradi. Sezoni kelsa, ko'kkar sezoni keladi. Shu paytda endi erkak bo'ladi. Menimcha men o'zim misol urg'ochi umuman sotganim yo'q-da. Bo'taloqlarni ko'paytirib nima qilyapman. Bir zarur bo'lmasa o'zimizni yaqin ag'oyna qarindoshlarga sotganman. Mol qilaman deganga. Lekin o'zim ko'paytiraman deb urg'ochisini sotganim yo'q. Endi mana shu uloq vaqtiga keladigan bo'lsak, kuzga deylik sentyabrdan уже boshlanadi-da sezon. Sentyabrdan sezon boshlansa, maksimal bitta bo'talog'ingiz, shu uloq chopiladigan bo'talog'ingiz necha puldan sotdingiz? 8 milliondan sotdingiz-a? Boshlanishi 8 milliondan sotdingiz. Eng arzonimi bu yo maksimalniy narxi? Shu bir narx. Misol o'tgan yil eng pasti 7 million sotganman. 7 million sotgan. Bitta tuyam bilmayman nimagadir suti birdaniga sutdan chiqdi tuya. Bo'talog'i sal kichkinaroq bo'lib qoldi-ku. 7 millionga sotganman. Asosan bo'taloq 8 millionga sotyapmiz. Endi aslında shu Buxorodan, Jizzaxdan ko'p keladi-da tuyalar uloqlarga. O'sha Buxoro endi tuyani joyida, u yer Buxoro, Navoiy, Qoraqalpoq bu yerda asosan tuya yuradi. Endi bu tuyani ham parodasi bo'ladimi, sorti bo'ladimi? Yo tuya bir o'rkashli bo'ladi, ikki o'rkashli bo'ladi. Ikki o'rkashli go'sht beradigan tuya. Bir o'rkashli mana sut beradi. Miniladigani shu ikki o'rkashli-a? Buni ham o'rgatyapti, buni ham minyapti. Farqi yo'q minishga. Shu ikki o'rkashli yukni ham ko'taradi-da bu. Mana akalar, hozir biz endi sog'lish jarayonini ko'rsatamiz. Shu yerda mana bu tuya menga yomon qarayapti. Akalar, ana tuyalarni ham bir ko'rsatinglar deyapsiz. Mana tuya biznesiga ham qiziqadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r bir tuyalari bor ekan. Nasti dedimi? Necha dedi uni? Voy. Musulmon aka, qaysi biri bu? Nasti degani. Mana bu. Mana shu dedilar. Xalos ekani eng yaxshi ko'rgan tuyasi ekan. Lekin buni sotilmas ekan bu. Lekin men bir narsaga hayron qoldim akalar, uni tuyalar lablari nimagadir osilib qolgan. Lekin nimaga bilmayman. Hammasida shunaqa pashti. Biladiganlar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Sog'lish jarayonlari.
ham sigirga o'xshab turibdi emchak bo'ladi. Yangi o'sha polni o'rganib kelibsiz-da? Spes bo'libsiz-da? Necha yildan shu siz ham 20 yildan beri sog'asizmi buni? Shu kelgandan beri. Tuyalar hammasi o'ziga o'rganib qolibdi. Biz boyadan beri qo'rqib yuryapmiz. Siz bemalol malol ichida yuribsiz. Siz aradmaklarda bo'ldami ham? Tunash gashtangira. Tunash gashtangira aradmaklarda. İçide yursa, tamam. Bu tuyalar ichida sizga eng yoqadigan tuyasi qaysi endi? Xalos akamga bu ekan endi. Nasti dedimi? Qaysi dedi? Qaysi sut bersa shunisi yoqadi-da bizga. Siz ko'p sut beradigan ko'p pul beradi. Sut beradiganni foydasi ko'proq. Eng ko'p sut bitta tuyadan necha litr sut sog'ingansiz? 7 litrgacha sog'ganman. Bor, shunaqalar bo'lgan. Hozirgi vaqtda necha litr beryapti endi? Hozir u tuya bularni ichida yo'q. Ya hozirgi vaqtda mana misol bitta tuyadan qancha olyapsiz? 4 litrdan ziyod olyapman. Boyagi Nastiyadan. Nastiyadan, ha? Ana bolasi ekan, ha? Bu orada boylanadiganlar ham bor. Demak, ichida hozir zo'r sut beradigan shu Nastiya ekanda, ha? Ichida shu zo'r sut beradigani hozircha shu Nastiyasini ekan. Yo'q, tuyalarda ham nomlari bor. Qanday seni? Bolasi katta ekan. Urg'ochi bolalarni sotmayman deyapsizlar. Doğrusan şu.